Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan birga Elnur Alimov. Bugungi challenge darsligimizda bizda 3-darslik qanday qilib to'g'ri video joylashni o'rgataman. Video joylab, CTR nima, pakaz nima har birini ko'rib chiqamiz. Plus aynan yasagan videoyimizga bugun previewsini ham yasab, to'g'ri joylashni ham o'rganamiz. Unda darslikni ketdik ko'rishga. Tak. Darsligimizni Telegramda boshlab oldik. Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Salomatliginglar joyidami? Tak, hozir yoqib chiqdim. Kim gapirmoqchi bo'lsa, hammaga salom, hammaga salom. Tak. Kim ovozlarini ochgan bo'lsam, bemalol gapirsanglar bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Siz ishlaringiz yaxshimi? Shukr, sekin rahmat. Yugur, chop-chop. Birovdan oldin, birovdan keyin, bir bilan, ikki bilan, yo'lda cheti bilan amallab yuramiz aka. Ha, yaxshi. Zo'r. Men ham hozir sizni hammaga oldin tanirdim. To'g'risini boshda birdan savol o'tib ketmayu. Aha. Ko'rardim videolaringizni, shu yaqin orada kanalingiz o'tib ketdi-yu. Da. O'shanda zo'r ma'lumotlar bor edi. O'sha videolarni ko'rib, video xatoligini tushundim. Xato emas. YouTube'da kursizdan boshlash iloji borligini o'sha video darsliklaringizda ko'rib turardim. Keyin bir vaqt izladim, hech narsa chiqmadi. Keyin o'zingizdan Instagramda aytib qoldingiz, kanal o'chib ketdi o'sha deb. Da, shu kanalim bexosdan o'chib ketib qolib, men xudo xolasa yangi kanal ochganman. Shu yangi kanalni challenge qilib ko'rsatish niyat bor edi. Mana shu 3-darslik bizda bu asli yopiq gruppada bo'lyapti. Bugun ochiq gruppaga ham o'tish niyat qiluvdim. Shu ochiq gruppaga ham hozir ochiq gruppadagilar ham, bu yerda yopiq gruppadagilar ham bor. Chunki bizda birinchi darsligi, ikkinchi darsligi bo'ldi kecha. Masalan, bugun 3-darsligi qanday qilib to'g'ri videoni joylash, preview qanday qilib to'g'ri yasash, yana ham ko'plab informatsiyalar aytiladi. Assalomu alaykum. Elnur, qalay жағдай, baurim? Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Men tanidingmi, Elnur? Жаңаөзеннен. O, brat, assalomu alaykum. Qanday жағдайыңыз, жақсымы? Yaxshi, shukr Allohga, shukr. Sening da'vosingni eshitib мәз bo'lib o'tirdim. Abdushu brat, mаған lichkaga yozib qo'yingiz. So'sini xabarlar. Iya. Sol жақта Әңгіме жоқ, ya. Elnur, aman jur, әңгіме жоқ. Давай. Do'stlar, savolingizni berib turaverasizlar. Xudo xolasa, bitta hozir sekin o'sha darslikka kirishamiz. Yangilik o'rganaylik. Nima deysiz? Gapirsam bo'laveradi. Yangi dars o'rganamizmi deyman. Da, bugun yangi darsda qanaqa qilib videoni to'g'ri joylashni ko'rib chiqamiz. Ha, bo'ldi. Tak, unda sekin Zapis bo'ladi. Albatta zapis bo'ladi. Zapis ketyapti. YouTube'ga qo'yiladi zapisi. Tak, demak qaranglar. Bu challenge'imizning maqsadi nimadan iborat topadi? Ko'p odam baribir bilgisi keladi-da, noldan qanaqa o'z kanal yuritirar ekan YouTube'da, nimalarni qilish kerak, nimalarni qilishga mumkin emas. Chunki har bir sohada o'zini ketma-ketligi bor-da. Qaysidir ma'noda, masalan, bitta sohani zo'r professional bo'lish uchun 4-5 yillab vaqt ketadi-da. Kimdir harakat qiladi, masalan, shu 4-5 yil vaqtini sarflamasdan nimadir videoni taxlab, srazu aytaylik millionlar ishlab olishga-da. Unaqa narsa YouTube'da bo'lmaydi. Masalan, million ishlasa bo'ladi, agar realni shu millionni olib keladiganda siz mehnat qila olsangiz, ya'ni kontent yarata olsangiz, mana shu kontentlarni, yo'nalishlarni topishni ham bir o'zi kichkinagina ish emas-da. Chunki nima trendda bo'lyapti, nima ertaga trendda bo'ladi, har birini qarab o'tirishingiz kerak. Yangiliklarni pastayan o'qib o'tirishingiz kerak. O'shandan YouTube kasbini oson deb o'ylayotganlar oson deb o'ylamasin, chunki kimdadir natija bo'ladi, kimdadir bo'lmaydi. Mana shu yerda hozir ukamiz ham bor ekan, Muhammadjon degan, bugun menga lichkaga yozibdi. Nima yo'nalishingiz uka? True crime-mi? Assalomu alaykum Elnur aka. Va alaykum assalom.
Horror story yo'nalishi bo'yicha Qachon kanal ochuvdingiz? 1,5 oy oldin kursiy sotib oldim. 1 oy bo'ldi kanal ochganimga. Уже 30 ta, 31 video bo'lib qoldi. Mana 4700 soat, 1003 ta obunachi bo'ldi. Faqat long qo'yyapsizmi, short aralashtiryapsizmi? Yo'q, short aralashtirmayapman, faqat long. Da, aralashtirmang yaxshi. Dilxush akadan ham so'raganimda aytdilarda, long short aralashtirsangiz, auditoriya shortga o'tib ketadi dedilar. Da. So'ra mana shunaqa natijalar qilyapmiz. Kecha nima edi nomi? Monetizatsiyaga kecha topshirganman. Xudo xolasa 1 hafta 10 kun chiqib qolar. Xudo xolasa. Javobi. Bundan ham katta natijalar ko'ramizki, yana ham kanallarni rivojlantirib chiqarib, atrofingizda o'zingizni yoshlaringizni yig'ib oling, komanda tashkillashtiring. Mana shu soha bo'yicha 5 ta, 10 ta, 20 ta kanal bo'lsanglar, ham hammaga yetadi daromad. Sir bo'lmasa yo'nalish bitta bo'ladimi? Hech yo'q. Yo'nalishni mamlakat topsanglar bo'ladi, qaranglar. Men hozir ekranimni qo'shaman-da, ozgina yo'nalishlar bo'yicha gaplashib o'tamiz-da. Undan keyin tayyorlab qo'ygan darsligimga kirishamiz. Xo'sh, ekranimni yoqdim, ko'rindimi? Ko'rindi. Ko'rindi. Tak, xo'sh. Endi biz nima qilamiz? YouTube ga kirib olamiz-da va mana bu yerda yozamiz. Horror story deb. Mana menga o'xshagan videolar bu horror storylar. This happened when I was 18. I'm 22 now. I live in San Antonio, Texas. It was my senior year, including group and I were closed. But nothing compared to how odd and creepy this time me. Buni men qisqacha hozir tushuntirib beraman sizlarga nima yo'nalishligini. Horror story degani, masalan, qo'rqinchli voqealar. Bizda O'zbekistonda nima trendda bo'ladi o'zi bilasizlarmi? Ko'pincha holatda yo Ahad Qayummi seriallari yoki Zapal videolar trendda bo'ladi. Agar ahamiyat bergan bo'lsanglar. Amerikada ham xuddi o'zini shunga o'xshagan trendlari bor. Bu true crime story deyiladi. Ya'ni har xil o'lim voqeasi bo'layotgan, detektiv voqea bo'layotgan videolarni qisman terib, o'zingizdan voqea o'ylab topsangiz bo'ladi yoki internetda o'zida bor ma'lumotdan foydalanib, bor videolarni kompilatsiya yasab, uni ustidan ishlab va kodeklarni o'zgartirib turib, o'zingizni videongizni taxlasangiz ham bo'ladi. Mana shu narsa horror story deyiladi. Tushuntira oldimmi aka? Mana shu joyda bitta savol berib ketsam maylimi? Berib keting aka. So'rachmash kanali yuritmoqchi bo'lsa, shunaqa ertaga YouTubedan jalba kelmaslik uchun bizga o'zimizni himoya qilishimiz uchun kanalni yoshi nechidan nechigacha deb belgilab o'tib kelsa, 18 dan boshlayverasiz, plus 18, chunki siz unaqangi slishkim qonli narsalarni qo'ymaysizda. Qonga baribir желтый moneta yonib qoladi, moneta вообще bermay qoladi. Shundan pravda podobniy, haqiqatga rost narsalar желательно qon sahnalarsiz. Yaxshi. O'zingizni Rahmat. himoya qilasiz shunaqasiga. Yaxshi, rahmat. Abdushim. Yana kimda savol bor edi? Elnur aka, bizda savol bor edi. Faqat bu mavzuga aloqador emas u. Kanal bo'yicha raqam ulash bor-ku. Aha. O'sha raqamda elektron raqam, virtual raqam qo'ysa bo'ladi işte. O'sha narsa monetizatsiyaga agar yaqinlashib qolsa muammo bo'lmaydimi? Kanal o'zida qanchalik o'ringa ega? Mana aka, savolingizni tushundim. Zadarma degan servis bor bizda, ko'rinyapti. Mana zadarma.com kiramiz. Mana bu yerdan registratsiyadan o'tasiz. Registratsiyadan o'tganingizdan keyin siz o'zingizga har doimgi nomer olsangiz bo'ladi. Ya'ni o'chib ketmaydigan. Tushunasizmi? Bir martalik nomerlarga masalan bir martagina SMS keladi-yu. Bitta nomerni 1 yilga ham, 2 yilga ham, 3 yilga ham olsangiz bo'ladi. 3 yil davomida sizga SMS kelaveradi. Tushunasizmi? Bu Gmailga keladi, Gmailga bo'ladimi u? Bu Gmaildan kirasiz, registratsiyadan o'tasiz. Mana bu yerda mana qarang, tarifi deyapti. SMS kelish uchun faqat bitta nomerlarni tanlaysizda. Ko'rasizmi? Avstraliya ketdi, Belgiya, Braziliya.
Ana 2 dollar ekan mana bu. Oyiga 2 dollar to'lab turasiz, abonentskiy bo'ldi, oke, ishlab turaveradi nomer. Tushunasizmi? Ha, bo'ldi, tushunarli Masalan, aka. 22 dollar to'lab qo'yasizda, 24 dollarmi? 1 yilga do'stlik, oke. 1 yilda o'chib ketmaydi nomeringiz. 24 dollar bilan turaveradi, ishlab. Постоянно SMS kelgan paytda ana qilaverasiz, qabul qilib o'tiraverasiz. Подключить deb bosasiz, mana заказать nomer qilasan, nomer sotib olasiz. Bu nomeringizni telefonda ham ilovasi bor-da. Telefonga ulab olasiz, bo'lib telefoningiz o'ziga SMS kelaveradi. Bu nomerdan yana plus telefon ham qilsangiz bo'ladi, любой tarafga. Ha, bo'ldi. Uy, ishlatsangiz ham, masalan, Amerikadan bu telefon qilib o'tganda kelaveradi, uni balansiga pul tashlab qo'yishingiz kerak bo'ladi. 1 yildan keyin ham yana tashlab ishlataveraman-da, to'g'rimi? Bemalol. Ha, bo'ldi, tushunarli aka. Bemalol ishlatib ketaverasiz. Keyin Gmailga ikki tarafli himoya bor-ku, o'shani ham qilish shartmi? Gmailga albatta oke, ikki taraflama himoyani qilib qo'yasiz, bu faktorni, chunki kimdir baribir kirib olishligi mumkin-da. Ana shuni hammasini o'zingizga SMS kodingizga yoki aytaylik WhatsAppga keladigan qilib qo'yasiz SMSlarni. O'sha Gmailga ham mana shu raqamni kiritsam bo'ladimi yoki o'zbek raqam bo'lishi shartmi? Chunki o'zbek raqam oldim. Farqi yo'q, xohlaganingizni kiritsangiz bo'ladi. Prosta o'zbek raqamlar ko'p o'tmay qo'yapti hozir, plus AdSense'da baribir o'zbek raqami kerak bo'ladi. AdSense ochayotgan paytda. Pullarim qopdi. O'sha muammo bo'lyapti-da. Beeline sotib olganman, o'zi bir marta kiritdim, ikkinchi marta o'zi qabul qilmayapti-da. Qabul qilmaydi. Keyin Elnur aka, yana bir savolim bor edi. Bu kanal ochayotganda kanal nomi taxallusi turadi-ku. O'shani kanal nomi yozilsa, pastda o'zi avtomatik yoziladi-ku taxallusiga. Tushundim. O'shani ham bitta YouTube kanal ochish degan videoda ko'rdim. O'zlaring yozinglar, YouTube'larda bot deb o'ylaydi dedi. Lekin o'sha boshqa kirsa ham to'la yoki bu joy band qilingan deb ko'p chiqyapti-da. O'zi 2-3 marta urinsa, kanal ochishga shu Gmaildan 24 soatdan keyin yana urining degan narsa chiqib qolyapti-da. O'sha nima qilsak bo'ladi? Qanday muammo hal qilsak bo'ladi? Birinchisi, realni to'g'ri keladigan nomni topib olasizda. Yana bitta zapasnoy YouTube kanal ochasizda. Masalan, qarang. Men bitta kanalga kiraman-da. Tak, masalan deymiz. Tak, akademiya, mana qanaqadir kanalga kirdim. Kanal sozlamalarga kiraman, tvorческий studiyaga kiraman. Так, настройки. Kanal, strana, yo'q, bitta emas. Kanal o'zini nastroykiga kirishimiz kerak. Amana aytosdi. Ha, o'sha. Okay. Shuni qo'lda yarim qo'lda katta qilish imkoni bormi? Nimani? Mana ekran yarim qoldi, kichkina qoldi, katta qilish imkoni bormi? Hammada shunday ko'rinyaptimi do'stlar yoki siz o'zingizda shunday ko'rinyaptimi ekan? Shuni bilib olaylik qolganlardan ham. Kishida menimcha juda yaxshi emas. Sizlarda yaxshi. Yaxshi. Oke, demak telefoningizda. Masalan, liboy bitta nom o'ylab topdi, aytaylik tam Elnur Alimov tam 3-8. Bo'ldi, bo'sh oke bu. Ishlataveraman-da. Endi inglizcha nomlar qo'ydim. O'sha inglizcha nomlardan ham yana ishlatilmagan iloji boricha izlashim kerak ekanda. Mana galochka bo'lgandan keyin bosasiz, galochka bo'ldimi? Publikovать. Galochka bo'ldi, lekin yana nimadir yozib chiqdi pastda. O'sha to'g'ri ikkita taraf ham galochka bo'lsa ham shunaqa bo'lyapti-da. Uni bo'lish kerak emas. Qarang, endi настройка bitga kirib ko'ramiz-da. Mana ko'rdingizmi, o'zgargan. Demak aka, bu ancha YouTube kanalida o'ringa ega narsalar, to'g'rimi? O'ringa ega deganda aka faqat qaysi taraflama, agar sizni kimdir poiskdan qidiradigan bo'lsa YouTubedan, ismingizni yozibdi. Masalan, mana ko'p odam Elnur Alimov deb qidiradi YouTube'da. Elnur Alimov deb qidirganda sразу SEO optimizatsiya chiqarib berishligi uchun. Ata kanalingiz tez rivojlanib ketishiga hech qanaqangi aloqasi yo'q. Bo'ldi, tushunarli aka.
Shu agar iloji boricha shunday qilib ko'raman, o'zingizdan ham qisqacha ma'lumot bo'lsa zo'r bo'lardi aka. YouTube kanal ochishda eng muhim narsalardan sanab o'tib bersangiz zo'r bo'lardi-da. YouTube Agar kanal vaqt sotib bo'lmasa. olishni aytyapsizmi? Sotib olishda agar yangitdan kanal ochsak, birinchi o'rinda nimalarga e'tibor Mana berishimiz qaranglar kerak? do'stlar, hech kim sizlarga aytmaydigan sir, O'zbekistonda hech qaysi biri aytmaydi yoki bilmaydi deymizda. Nima deymiz Aha. rasm? Купить deb yozasizda. Купить kanal. YouTube deymizda unaqasiga. Undan keyin qaranglar, pastga tushamiz, unda birinchi saytga kiramiz. Fonpay degan saytga. Ketdi, mana qarang. Stararek YouTube kanal deyapti-da. 2006-2009-yili ochilgan YouTube kanal. Tushundingizmi? Aha. Kirasiz. Mana shu odamdan sotib olasiz mana shu akkauntni. 1200 rubl turar ekan. 0 akkaunt, qarang, hech qanaqangi podpishik yo'q narsasi yo'q, lekin 2006-yil ochilgan, tushunasizmi? Bu Stararek deyiladi. Bu akkauntlarni 70-80% ga rekka chiqib ketishga ehtimoli bor-da. Shans ko'proq bo'ladi. Ha, tushunarli. Mana shuni sotib olasiz, qancha bo'ladi? 2000 ming so'm примерно bo'ladi-da, 150 ming bo'ladi. Sotib olasiz, bu ishlataverasiz aka. Ha, yo'nalish shu yo'nalish ketadi, o'zgartiraversam bo'ladi. Aka, yo'nalishingiz bo'yicha kanal topib olsangiz bo'ladi bu yerda. O'zingizga nima yo'nalish kerak, qarang. Premium Starareklar, Novareklar, Starareklar, tak, tushib ketaverasiz. Bez tematika. Ko'pinchasi tematikasi yo'q bo'ladi, chunki tematikasini o'zingiz tanlab olasizda. Tushunasizmi? Ha. Bez tematika shunday ochilgan kanal, 3 ta funksiyasi yo'q kanalda. Bilmayman. Tushundim aka. Qo'yinglar Aka, kim yo'qmi? Mana shu zo'r ma'lumotlar bo'ldi. Xursand bo'ldim to'g'risi. Agar shunaqa yana chatlar bo'ladimi? Stabilni xudo xohlasa. Xudo xohlasa aka, mana shu yangi ochgan Telegram kanalimda постоянно o'tiring. Ichida chatni ham qilib qo'ydik. Bizda maqsad hozir mana shu sohada yurganlarni cho'tki saralab olish, komandalar qurish, katta kanallar ochib, birgalikda ishlashdi. Tushunasizmi? Mana shu kanal aka. Mana shu Elnur YouTube degan kanalda, Telegram kanal, hozir YouTube ga ham video qo'yishni o'zimdagi bor sxemani ko'rsatib beraman. Masalan, men o'zim qanaqasiga qo'yaman, tam ikkita yo'li bor qo'yishni, masalan, ularni ham tushuntiraman. Ikki xil kanal ko'rsataman, masalan, aytaylik MCM bilan oddiy AdSense farqi nimadaligini tushuntirib beraman. Tushuntira oldimmi? Zo'r bo'lardi, yaxshi ma'lumot bor. Nima deysiz? Yana bitta savol bor edi deyman. Eshitaman aka. Ana bu IP zaharlangan telefonlar degan boyagi videoyingizni ko'rganimda. Aha. O'sha zaharlangan telefonda kanal yuritsa u yurmaydi deganingiz. Bu nima qilish kerak bo'lmasa? Boshqa telefonga almashtirish kerakmi yo? Qarang aka, Nima qilish kerak? bila olmaysizda, telefoningiz zaharlanganmi yoki internet zaharlanganmi? Masalan, hammamiz biladigan narsa bu mana bu. Ekranda chiqaraman, hozir tushuntirishimga osonroq bo'ladi. Internet routerimiz. Hammanglarning uylarida bor, aytaylik, почти 90% odamning uyidagi bor narsa-da bu internet routerimiz. Mana shu internet routeri o'zini IP adresi bo'ladi. Bitta IP adres bo'ladi. Ana shu IP adresga siz bitta kompyuter yuzasiz, masalan, bitta televizor yuzasiz, ayolingiz telefoni, o'zingiz telefoningiz, masalan, bolangiz telefoni, adangiz telefonini 5 ta 6 ta tarmoq qo'llanadi-yu bitta IP-gacha. Internetga. Ana shu paytda internetda keshi to'lib ketib qoladi. Ya'ni hamma yoqdan har xil informatsiyalar, chunki siz boshqa narsani qidirasiz. Aytaylik, onangiz qanaqadir Qur'on videolarini ko'rishi mumkin yoki adangiz boshqa seriallar ko'rishi mumkin. Siz o'zingiz boshqa narsalar ko'rasiz, kasha-masha bo'lib ketadi internet. Hech qaysi birimiz biz IP-larimizni almashtirib turmaymiz. Bizga bitta statik IP qo'yib berishgan. Yo'layotgan bo'lsa. Opa, ovozingizni shunday pasaytirib tura olasizmi? Mikrofoningizni o'chirib qo'ya olasizmi? Shundan hech qaysi birimiz IP adreslarimizni tozalatmaymiz. Telefon qilib, masalan, qaysi providerda Sarkor Telekomdami, Uz Telekomdami telefon qilasiz, keshimizni tozalab beringlar deysiz yoki o'zingizga uyingizda alohida yana bitta Wi-Fi qo'ydirasiz, marshrutlarizator qilib, bitta liniyadan kelganda ikkinchi statik liniya qilib qo'ysa bo'ladi. Ikkita xil
IP bo'ladi bizda. Bittasi u oilaviy internet uchun, bittasi o'zingiz uchun faqat bo'ldi. Bitta shu internetga o'zingiz faqat ulanasiz, bitta device ulaysiz. Ya'ni kompyuter bo'lsa kompyuter bo'ladi, telefon bilan ham ulanmaysiz. IP toza bo'lib turishi kerak-da. Zaharlangan hech narsa bo'lmasligi kerak. Men o'ylagandim, men bu kanal ochamiz-ku, YouTube'da bir ikkita kanal ochib yurmay qolsa, shunda bir kanal boshqa kanal ochsak yurmay qoladimi degan boyaga kelgandim-da men. U hech qanaqangi sizga masalan IP qanaqadir o'zini muhim rolini o'ynaydi. Boshqa narsalar ham bor-da, boshqa понятиялар ham bor. Kanal nimaga yurmay qolishligi degan savolga shu paytgacha ko'p odam javob berisha olmagan. Hozir shuni javobini olasizlar. Masalan, ko'p odam bilmaydi bu narsani. Даже men qayerdadir ekspert bo'lsa ham, kanal yurmay qolsa yangi kanal ochinglar deydi. Lekin sababini bilishmaydi. Nimaga yangi kanal ochish kerak? Balkim bu yuradigan kanaldir-da. Uni bilishning bitta asosiy yo'li bor. Masalan, hammalarga taniqli anaqada bu понятный narsa. Aytaylik, 40 prosmotr bo'lyapti, 1200 ta prosmotr bo'lyapti, 0002. Bu holat ko'p odamning YouTube'da takrorlanadi-da. Prosmotrlar 0000 bo'lib qoladi-yu. Ha. Bitta yig'adi, ikkita yig'adi. U yurishi mumkin. U qayerdan bilamiz yurishini? Bu kanal yurmaydi. Men nimaga qayerdan bu o'zimni fikrimni chiqardim, bu kanal yurmaydi deb. Chunki qaranglar, videoni analitikasiga kiramizda, analitikasiga kirganimizdan keyin axbat bo'limiga o'tib olamanmi? 1,5 mingta pakaz beryapti-da. Qaranglar, prosmotr qayerdan kelyapti menga? Prosmotrimiz 1300 ta bo'lgan. Buni hammasi 100% nakrutka. Mana axbat bo'limiga kirsak, mana butani внешние источники полностью nakrutkadan kelgan. Bu kanal yurmaydi. Nimaga yurmaydi? Chunki yuradigan kanalda mana bu joyida rekomendatsiya funksiya bo'ladi. Rekomendatsiya funksiya yonib turadi. Masalan, boshqa yuradigan kanal sizlar ko'rishingiz mumkin-da. Aytaylik, tam tak. Mana masalan, yangi ochgan kechagi o'zimni o'zbekcha kanalimda bu nimaga yuradi? Tushuntirib beraymi? Kontentga o'taman. Mana birinchi qo'ygan videoyim 1600 ta prosmotr bo'ldi. Axvat bo'limiga o'taman. Qadri, подробнее. Anta rekomendatsiya funksiya bor, ko'ryapsizlarmi? Rekomenduемое video deb yozib qo'ygan. 568 ta pakaz kelgan. Rekomenduемое. Mana shu funksiya bo'lmasa sizlarning kanalinglar yurmaydi. Ko'p kanallarda bu funksiya chiqavermaydi-da. 5 ta video qo'ygandan keyin ham, 10 ta video qo'ygandan keyin ham chiqmaydi. Yuradigan kanal shu yerdan bilaveramiz. Rekomendatsiya funksiya bo'lsa yuradi, bo'lmasa yurmaydi u kanal. Anavi endi yangi kanal ochdik, shu bir ikkita videolar qo'yapmiz. Qancha videodan keyin ko'tarilishni boshlaydi? Men bitta ikkita prosmotr bo'lib turadi-ku. Bitta ikkita okey. Qachondan ko'tarilishi? O'rtacha 2 hafta deylik. O'rtacha 2 haftada kanal yurib ketish kerak. Yuradigan kanalgacha. Stabil har kun qo'yganda, to'g'rimi? Har kun qo'yganda 50 ta, 60 ta, 100 ta, 200 ta prosmotr yurib ketish kerak. Yaxshi sifatli kontent bo'lsa, sifatli yo'nalish bo'lsa. Keyin dalil bo'lsa, shunga yarasha ko'tarilib ketaveradi prosmotr. Albatta, sifatli montaj bo'lsa, montaj bitta ko'p narsani hal qiladi. Biroz ko'p odam unga e'tiborli bo'lmaydi, qanaqadir yo'nalishni bilib olishadi, qo'yishadi, qilishadi, nima prosmotr bo'lmayapti deb o'tirishaveradi. Montajga kelganda tam inqib qo'yishadi. Shundan montajga juda e'tiborli bo'lmasa, qancha harakat qilaylik, baribir o'rikka chiqmaydi-da. Tushunarli. Anavi hozir YouTube'da qaysi yo'nalishlarga chiqyapti? Qanaqa kanallar ochsak bo'ladi? Shularni ham любой yo'nalishga chiqarsa bo'ladi. Biram xohlagan yo'nalishingizga. O'zingizdan xayoldan nimadir yo'nalish topib kelasiz, shuni ham rikka chiqarsa bo'ladi-da. Bu yerda YouTube'da hech qachon konkurentdan qo'rqish kerak emas. Voy konkurent mana bu videoni taxlayapti, men taxlasam menda yig'may qoladi. Bu yerda nabarot ishlaydi. Qanaqasiga nabarot? Masalan, ko'chada magazin ochsangiz, yoningizda magazin ochilsa, klient ikkitaga bo'linadi-da. Bitta magazin bo'ladigan bo'lsa, hamma axbat hammasi bitta sizga keladi. Bitta sizdan olishadi. Biznes sinadi. Lekin mana bunaqangi bitta eksperimentdan bo'lganda, kolani avtomatini qo'yib qo'yishganda ko'chaga kelib turib pul tiqib, shuna kola olsangiz bo'ladi. Kuniga 100 ta sotishar ekanda. Yoniga Pepsi avtomatini qo'yib qo'ydi. Qaysi biri ko'proq sotiladi? Savol sizga aka. Bilmadim endi. Taxminiy hisoblab ko'ring, qarang. Kola kuniga 100 ta sotilyapti o'rtacha. Yoniga Pepsi'ni qo'yib qo'yishdi. Qaysi birini sotuv ko'proq bo'ladi? Pepsi'da. Nega Pepsi? Kolada.
Nega kola, nega Pepsi emas masalan? Nega Pepsi, nega kola emas? Ikkalasi bir xil sotilishadi. Chunki kolani kola oladiganlar kelib ichadi, Pepsi oladiganlar kelib ichadi. Har xil odam borda. Har xil odam borda, to'ppa-to'g'ri. Qarang, YouTube'da ham xuddi shu algoritm ishlaydi. Bu hayotiy algoritmda, bu hayotda ishlayotgan algoritm. Odamlarning psixologiyasini ustidan qurilgan. Ya'ni sizga asli o'zi prosmotr qayerdan keladi? Shuni tushunib olishimiz kerak. Prosmotr sizga ko'pincha konkurentlardan keladi. Katta videolarni tagida sizni videolar chiqib qolishi mumkin-da. To'ppa-to'g'ri. Rekomendatsiya. Конечно, zastavka deyiladi. Sizga ko'pincha xuddi o'zingizga o'xshayotgan konkurentlardan keladi. Tushunarli. Ana u montaj boyagisi aytdingiz-ku hozir. Montajda ham ana ancha prosmotrlarga foydasi tegadi. Misol, gaming yo'nalishi bo'lsa-chi, unday ko'p montaj rol o'ynamaydi-ku, faqat o'yinda o'ynab qo'ysa. Gaming. Okay, gamingda shunaqangi katta rol o'ynaydi. Menda bir oydan beri bitta ukamiz, Asom degan ukamiz, xudo xolasa o'zini ham tanishtiraman, chiqarib Roblox bo'yicha hozir o'rganib ekspert darajasiga keldi. Aka deyapti, yarim yildan beri video qo'yaman deyapti, natija bo'lmayapti deganda 5000, 6000, 7000 prosmotr yig'ib Roblox o'zida har bir longida. Lekin xohlayapti masalan 20000, 30000 stabilniy 50000 prosmotr yig'ishdi. Shu 48 soatligi tam millionga yaqinlashtirdi. Juda ko'p harakat qildim, aytdim butun to'g'rilab. Oxirida masalan 4 kun oldin primerni montaj o'rgatdim o'zim, keyin Robloxda mana bunaqangi montaj qilgin debdi, dinamikali montajchi. Dinamikali montaj qilishni boshladi. Bo'ldi. Content sразу birinchi kunning o'zidan yurmayotgan kanal, birinchi kunning o'zida 10000 talab prosmotr ketyapti. Ikkinchi 20000 ga o'tadi, uchinchi 30000 ga o'tadi, ketdi, kanal yurib ketib qoldi. Bitta montaj shunaqangi katta rol o'ynaydi. YouTube sizga pakaz beradi. Pakazni ushab qolishni bilish kerak-da. Pakazni ushab qola olmasangiz u rekka chiqmaydi degan. Chunki bo'ldi YouTube o'ylaydi, konkurentlarga qiziq bo'lmayapti, ko'radigan odamlarga qiziq bo'lmayapti, dedi pakazni to'xtatib qo'yadi. Tushunasizmi? Bitta juda ko'p narsa ahamiyatga ega. Masalan, qarang, menga YouTube pakaz berib kelyapti-da, qarang. 4,5 mingta pakaz bergan, ko'rdingizmi? Ana shu 4,5 mingta odamni YouTube akkauntida chiqib keldi. 4,5 mingta odamdan 12% odamga mani rasmim qiziq bo'ldi-da, preview. Bu ham katta ahamiyatga rol o'ynaydi. Bu 90% sizga mana bu kelayotgan pakazdan prosmotrlar qilib beradigan narsa. Tushunasizmi? Manimcha 12-4% bu eng zo'r CTR deganlardan biri. Masalan, o'rtacha CTRlar 5-6 bo'ladi. Agar 5-6 dan kam bo'ladigan bo'lsa CTR, videoingiz rekka chiqmaydi. Agar masalan, aytaylik 7-8-10 bo'ladigan bo'lsa, video stabilniy rekka chiqib ketaveradi. Agar pakaz to'xtab qolsa, CTR tushib ketib qolsa, demak, описаниeni almashtirish kerak, nazvayani, videoni obloshkasini almashtirish kerak, kanal yana qaytadan pakaz berish boshlaydi. Bu yerda yana bitta ahamiyatli joyi mana bu. Ya'ni videoyimizni mana bunaqa joyi bo'ladi bizda. Взаимодействие degan joyga kirsak, analitikada o'rtacha har doim qisqa videolarda 37 minutlik video qisqa yo'nalishda bo'ladi. Masalan, xuddi shu Roblox gaming yo'nalishida 10 minut, 12 minutda o'rtacha 30% ushab qolishingiz kerak. 30-35% ushab qolsangiz stabilni auditoriyani bo'ldi, videoingiz rekka chiqib ketaveradi. Video oqib ketish kerak emas. Menda bu oddiy audioni qo'yib qo'yganman, gaplashganimizda. Ko'p odam tushunmaydi, nimaga kirganini chiqib ketib qoladi-da. Faqat potensial auditoriya ko'radi. Robloxda yashaydigan bo'lsangiz, siz potensial auditoriyangizni bilasiz. Potensial auditoriyaga nima yoqadi masalanda? O'zimda kanal bor edi, adashmasam. Mana bu yo'nalishni qaranglar. 11 tagina video qo'ygan. Oyiga hozir 4000 cha o'rtacha 4000 topyapti bu. O'rtacha 4000. Tushunasizlar? Kanal qachon ochilgan deb o'ylaysizlar? 132 ming obunachisi bor. 11 tagina video. Yaqinda ochilgan shekilli. Qarang, kim? Kanal 30-mart ochilgan. 24 kun oldin ochilgan kanal. Tushunasizmi? 24 kunda 16 millionta prosmotr, 132 mingta подписчик. 24 kunda bor yo'q. Videolarini qarang. Montaj deganda men nimani ahamiyatga bilan ega bo'lishini xohlayman, mana montaj. Gugu dada. Tushundingizmi? Ushab qolganini videoni 10 sekund shunaqangi dinamika bilan qilingan, odamni ushab qoladigan dedi.
Bo'ldi, u qiziqishi ushab qoldi. Kirgan odamni ushab qolishi bilishligimiz kerak biz. Long videolarda. Ushab qola oldingizmi? Bo'ldi, video yarimigacha qadar prosmotr qilishingiz kerak. Qarang, video 10 minutliga, mana shuni 3 minuti bo'lmadi deganda prosmotr bo'lishi kerak. 3 minutgacha ushab qola olsangiz, montajni zo'r qilib. Bo'ldi. Tabiiyda sizniki. Tushunarli. Shuna juda e'tiborli bo'linglar montajga. Mana shu yo'nalishni ham ko'rib olinglar, kanal analiz qilib chiqinglar. Mana shu yo'nalishga kirishib, bu yo'nalishni ham yasanglar. Oddiy yo'nalish Roblox o'yinida. Shu montajni qilishda sal muammo bo'ladi-da, qanaqa qilish kerak shu. Biriga bir orqasidan qaytarishga harakat qilasizda, bir kunda o'rganib qolmaysiz u montajga. Ancha vaqtli ketadi. Yo, uni bilaman. Baribir boya kelmaydi shu kanallarga qarab. Elnur aka, Oh, hozir meni lichkamga ko'pchilik yozishyapti, boshqalarni ham mikrofon yo'qarmikan deb. tushunmadim. Rahmatjon degan bola yozyapti, mikrofon yoqdinglar, gapirmaydim. Rahmatjon degan Mashina rasmini qo'yib qo'ygan profilga. nimani qo'yib qo'ygan? Mashinani rasmini. Tak, mashinani rasmi. Topganingizcha savol berib tursam. Dilshod degan emasmi mashina rasmida? Undan tepasida turibdi-yu. Rahmatjon. Men Rahmatjon degan. Ha, Rahmatjon bo'ldi, topdim. Rahmatjon aka, assalomu alaykum, qo'shib qo'ydim. Assalomu alaykum, bratan. Assalomu alaykum, va alaykum Uzr, assalom. o'zim o'xshamasa, men Xorazmdanman, uncha tillarimiz kelishmaydi-da. Aha. Nima, menda o'zbek kanal bor, obunachi 68 ming, lekin kanal tarixi yoqilmayapti. YouTube'dan qidirib ko'ring, UZZ pastki chizikcha Vini. Nima videolar qo'yasiz, aka? Birovlarni vaynlari birinchi, ikkinchi qism qilib. Ana to'lov videolarni bir-biriga ulab, video qilib joylayman. Ha, ko'pchilik qilishyapti shuni. Hammami? Ana bir Yo, вообще tushunmayapman. Ofisant dedim, boshimga chiqib aytgan narsang olib kelib berayotgan bo'lsam, jim tur. Aka, bundan moneta ulay olmaysiz. Birinchi anaqa monetingiz bormi yoki? Yo'q, monetim yo'q, hamma sharti bajarilgan, lekin kanal tarixi yo'qmayapti. Bunda moneta yo'q emas, chunki sizning videoyingiz emas bu. Bilmaysiz bu video YouTube'da bormi yo'qligini. U pastida nima yoziladi-yu, mualliflik huquqi. Okey, yozilmaydi. Shu masalan, qancha mingta shorts qo'yyapsiz-da. Sizga aytmaydi, mana bu videoning mualliflik huquqini buzyapti deb. Bu faqat longda keladi. Shortsda kelmaydi u narsa. Shortsda просто monetizatsiya yonmaydi sizda. Bo'ldi. U повторяющийся kontent deydi. Bu kontent o'sha YouTube'da bor deb. Sizdan oldin kimdir qo'ygan bo'lsa ham, xataba mana 300 tadan bittasini bo'ldi, monetingiz yonmaydi. Tushunasizmi? Uje endi men bu kanalni yuritmay qo'yaveraymi? U harakat qilib ko'ravering, monetga topshiring, 3-funksiyani yoqing. 3-funksiya yonmasa 2 haftada uni yoqadigan yo'li bor. 2 hafta vaqt oladi, 2 haftada yonadi. Atak bunga garantiya yo'q-da, monetizatsiya yonishiga, chunki o'zingiz kontentingiz emas, nechta youtuberlardan masalan bular hammasini o'zining shaxsiy YouTube'i bor-da. Agar sizdan oldin qo'yishgan bo'lsa, YouTube'dan hech video olib qo'ydingizmi? Qaytib? Yo'q, faqat Instagramdan olaman. Xo'p, Instagramdan olasiz. Lekin u Instagramda sizdan boshqa nechta odam olib YouTube'ga qo'yayotganligini bilmaysiz-ku, to'g'rimi? Bo'ldi-da. Bitta odamda takrorlangan bo'lsa ham bo'ldi, Content ID tizimi topib bo'ladi sizni. Shuna riskovat qilmasdan o'sha o'zingizlarni shaxsiy yo'nalishinglarni qilganga yetmaydi-da. Qaysi? Tak, demak do'stlar, unda darsligimizga kirishamiz.
iloji boricha o'chirib qo'yinglar yoki hozir hammanikini o'chirib qo'yaman ovozini. Bitta savol bersam maylimi? Savol bering aka. Boya haligi yili eski kanallarni ko'rsatdingiz-ku 2006. Aha. Misol o'shalar realni bormi yoki tayyorlanadimi buni qanaqadir yo'li bilan? Yo'q, aka, bu realni уже ochib qo'yilgan akkauntlar. Yana bitta taklif bor edi, agar darsni oxirroqda bo'lsa ham o'sha hali gamingni qanday sifatli qilib montaj qilishi agar imkon bo'lsa bir ko'rsatib o'tib ketsangiz. Aka, bugun mavzuyimiz boshqa mavzu aslida, challenge bo'yicha. Buni keyingi darslarga o'tib berishim mumkin. Chunki mavzu mayli, zo'r bo'lardi. Keyingi darsga bo'lsa ham ikkita taklif, o'sha bittasi o'sha gamingni qanday sifatli montaj qilish, ikkinchisi mana Zoom darsida aytib o'tdingiz, YouTube kanal ichidan kanal ochib turib, o'sha kanalni yangi ochilgan kanal boshqa Gmailga qanaqa ulashishi o'rgataman dedingiz, keyin shu bilan darslarni topa olmayapmiz. U darslar yoki bizda yopiq gruppada bo'ladi asli o'zi. Bugun ham yopiq gruppada bo'lsa darsligimiz, ammo challenge bo'yicha, lekin buni men onlayn o'qiyman. Nima deysiz? Onlayn kursingizda o'qiyman lekin. Aha. O'sha Zoom darslaringizda aytib o'tgandingiz, lekin o'sha darsliklar yo'q aynan o'sha. Qana ochganlaringiz bor lekin darsliklar. Bu Zoom darsga qo'yiladi, aka, uni alohida dars. Qanday o'sha Gmailga ular? Yo'q, siz darslikda bo'lsangiz, darslikka qo'yiladi. Men 2 kun oldin videosini oldim-da uni darsligini. Qanday qilib eski akkauntlarni sotib olishchi? Bu darslikka qo'yiladi. Agar bizda darslikda bo'lsangiz kursda. Shunda mavzudan chetlashmaymiz do'stlar, qanday qilib to'g'ri video joylashni o'rganib chiqamiz hozir. Qaranglar, birinchi to'g'ri video joylashdan oldin men o'zimga Video2 ilovasini o'rnatib oldim. Unda oldingi darsda ko'rsatdim. Agar ahamiyat berib qaragan bo'lsanglar, ko'rib chiqdinglarmi? Videolarning orasiga kirib, mana bu videoda Video2 haqida ham gapirib o'tganman. Mana bu birinchi videoyimizda. Ko'rmaganlar ko'rib chiqinglar, mana shu Telegram guruh orqali silkasi bilan o'tib YouTube'ga kirib olsanglar bo'ladi. Tak, xo'sh, YouTube'ga kirganimizdan keyin bizda sozdать knopka degan joy bor. Bu eng oddiy, sodda video qo'yish yo'li. Hamma biladigan. Bu bir fayl, kompyuterimizning orasidan o'sha tayyorlagan videoyimizni olamiz. Hozir ko'rsataman. Tak, masalan deymiz, mana tayyorlagan videoyimizni olamiz. Buni joylashtiramiz YouTube'ga. Ketdi. Bu hozir video faqat zagruzka bo'lyapti. Zagruzka bo'lganicha bizani qiladigan vazifamiz bu polniy описанияларni, sozlamalarni to'ldirib chiqish. Tushuntira oldimmi? Описание, sozlamalarni hammasini to'ldirib chiqish uchun men o'zim ko'pincha GPT bilan foydalanaman. Tak, ovozim yaxshi eshitilyapti. Bitta feedback berib qo'ysalar, ha deb dalish boshlab ketaveraman men. Zo'r. Tak, demak aytganimdek, men o'zim ko'pincha holatda ChatGPT bilan foydalanaman. Polni mana shu описаниеni yozayotgan holatim hozir cho'tka qilib ko'rsatib beraman. Mana bitta qaranglar. 1 daqiqada 50 ta YouTube kanal yaratish deb turib men описание yozyapman. Bu описаниеni qayerdan oldim? Masalan, mana shu darslikni o'zini men YouTube'ga joylashtiryapman, bepul dostupga qilib. Mana shu videoda ko'rsatganman, qanaqa qilib kanalni ichidan kanal ochsa bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Ya'ni bitta kanal ichidan 50 tagacha YouTube kanal ochsa bo'ladi, lekin uni minus taraflari ham bor. Shu haqida ham gapirib o'tganman bu yerda. Agar bitta kanalingiz yopilib ketadigan bo'lsa yoki pochtangiz yopilib ketadigan bo'lsa, asosiysi hamma kanal yopilib ketib qoladi. Lekin ana shu kanallarni ochganimizdan keyin, masalan, 1 hafta, 2 hafta yurg'izib, yaxshi yuradigan bo'lsa, boshqa pochtaga ag'darib o'tsa ham bo'ladi. Bu brend akkaunt deyiladi. Ana shu brend haqida ham keyingi darslarda o'zim video qo'yib, cho'tka qilib ko'rsatib beraman. Tak, qaranglar, masalan, menga Video2 ni o'zi yana ham boshqa tak yozuvlarni yozib beryapti. Mana qarang, 68% bo'lib yongan. Mana shu narsa qachonki 75 dan baland bo'lsa, yashil bo'lib yonsa, rekka chiqish ehtimoli undan ham ko'proq bo'ladi. Bu men nimani yordamida qolman? Video2 degan ilovani yordamida qolman. Tak, o'zi taklif berayotgan yozuvlar qaranglar. Tezkor YouTube kanallar yaratish, qayta
ishchi uchun, tak, g'alati nom yozib qo'yibdi. Boshlovchi uchun YouTube monetizatsiya strategiyasi, normalniy. Tak. Tak, 50 ta kanal 1 daqiqada chinnaka ishlaydimi? 50 YouTube kanal yaratish bu iloji bormi? Zo'r, 1 daqiqada 50 ta YouTube kanal yaratish siri. Endi qaranglar, sizlarga savol. Qaysi biri sizlar uchun bo'li klikabelni bo'lgan bo'lardi? Masalan, jalb qilib sizni ushab qo'ygan bo'lardi. 1 daqiqada 50 YouTube kanal yaratish sirimi yoki 50 ta YouTube kanal 1 daqiqada Yaratsa savol berib qilsa, menimcha rekka chiqadi-yu. Mana bu deb o'ylayapsiz. Masalan, 81%lik 50 YouTube kanal yaratish bu iloji bormi? Savol bersa odamlar qiziqadi, iloji bormi-kanda bosib ko'rishadi. Qarang, tak, oldim buni masalan kopировать qilamiz. Mendagi GPT ga kirib olaman hozir. Tak, новый chat qilamiz. Ketdi yozamiz. Еще deyman 10 topovых variantov. Yana menga 10 xil boshqa variantlarni, topoviy variantlarni qilib bergin dedim. Ketdi. 50 YouTube channel on the bu inglizcha yozib tashadi. Hozir bunga men o'zbekcha deyman. Na uzb. Tak, ketdi. Bir vaqtning o'zida 50 YouTube kanal ochish mumkinmi degan savoli bilan. Yaxshi. Tak. Endi buni qaranglar, tekshirib ko'ramiz. Birinchi navbatda videoni joylashtirayotganimizda boya ko'rsatganimdek videoga ulab qo'yganman. 81% chiqarib berayotganman-bu. Bu qancha foiz chiqarar ekan? Tak, bunimiz 61 bo'lib qoldimi? Yo'q, hammasi ko'chirilmabdi. Hozir bittadan ko'chirib olamiz. Tak. 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 83 berdi, boyagindan ko'proq. Tak, demak, endi yana ham tepaga qarab yuramiz. Men 50 ta YouTube kanal ochdim. Natija seni hayratda qoldiradi. 50 ta YouTube kanalni boshqarish mumkinmi? Haqiqatni bil. Yaxshi. 50 ta kanal bitta odam, bu realmi? 0 dan 50 ta YouTube kanal. Aqldan ozgan yoki genius. Odamlar yashirisha 50 ta YouTube kanal yurityapti. Realni o'zbeklarga o'xshab o'zi fikrlash o'rganyapti GPT ham. Men 50 ta kanal qildim va bu meni shok qildi. 2026-yilda 50 ta YouTube kanal rost yoki afsona? Bu ham yaxshi. 50 ta YouTube kanal eng tez boyish yo'limi? Bu ham normalni. Mana 2026dagina hozir ishlatib ko'ramiz. Qancha foiz berar ekan bizaga? Tak. 77% berdi. Tak, slabroq. Tegidagisini ko'ramiz. Tak. 81%. 50 ta YouTube kanal eng tez boyish yo'limi? No, tak себе. 50 ta YouTube kanal 1 daqiqada. Tak, 50 YouTube kanal yaratish bu iloji bormi? Ham normalniy. Lekin boya bizda birinchi variantimiz yaxshi edi. Bir vaqtning o'zida 50 ta YouTube kanal ochish mumkinmi? 50 ta YouTube kanalni boshqarish mumkinmi? Haqiqatni bil. 50 ta kanal, tak, mana shuni ishlatib ko'ramiz. Tak, 80%, boya bizda 83% chiqargan bitta variant bor edi. Tak, 50 ta YouTube kanal passiv daromad mashinasi. Bilmiyor, birden sorasam bo'lmi? Ya, birat aytaveramiz. Kanalın içinden kanal açılamaz onda. Şimdi tursun. Kolay. Kolay şu bu. 75%. Tak. Другие varianti deymiz. Hozir boshqa variantlar ber deyman. Другие varianti. ta YouTube kanal bilan boyib ketish mumkinmi? 50 ta YouTube kanal ochsam qancha pul topaman? Hech kim aytmaydigan haqiqat 50 ta YouTube kanal. O zo'r ekan. Mana 50 ta
Ikkita kanal bu aql biznesmen yoki vaqtni yo'qotishmi? Qanday qilib 50 ta YouTube kanalini avtomatlashtirish mumkin? 50 ta YouTube kanal 50 ta kanal bilan boyib ketish mumkinmi? 50 ta YouTube kanal ochsam qancha pul topaman? Normalniy variant. Tak, ishlatib ko'ramiz bu variantni hozir. Mana shu kanal, mana shu nomda qoldiramiz. Описаниeni men o'zim tayyor описание yozib qo'yganman. Bu yerda yozaman, qaranglar. Bu videoda siz 1 daqiqada 50 ta YouTube kanal yaratish sirini o'rganasiz. Bu usul orqali siz tez, oson va oson tarzda bir necha kanallar ochib YouTube'da pul ishlashni boshlashingiz mumkin. Faqat buni to'g'ri yuritishni bilishingiz kerak. Bitta kanalni ham kuydirib qo'ymasdan, chunki monetizatsiyaga chiqish bu oson yo'l emas-da. Monetizatsiyaga chiqqandan keyin uni saqlab turish ham bu oson narsa emas. Shunga bunga oddiy qarash kerak emas. Masalan, polniy mana bu nomlarni to'ldirib chiqdik-da. Nomlarni to'ldirib chiqqanimizdan keyin mana bu yerda tak ikkinchi video bilan ko'rsatdim sizlarga. Bu загрузка qilib qo'yilgan videoyim. Tak. Yo. Aka, ovozingizni bezuk qilib qo'ya olasizmi? Iltimos. File. Elnur aka, uzr. Bu video darslik shu Telegram kanalga tashladimi? Hozir xiraroq ko'rinyapti. Tashlanadi. Tiniqroq varianti bo'ladi. Bo'ladi, aka. Rahmat. Bu yerda da zoom beriladi. Hozir. Pisanyani qo'yib oldik. Undan keyin qaranglar, bizda eng qiziq joyi mana bu playlist degan joyi ham bor. Ko'p odam ahamiyat bermaydi va ishlatishni bilmas ekan mana shu narsani. Video joylashtirayotgan paytimizda mana описаниeni yozib oldik, videoni nazvaniyasini, nomini yozib oldik. Hozir mana загрузить file degan joyga preview taxlab, previewni ham shu yerga joylashtiramiz. Eng qiziq joyi qaranglar, playlist degani nima? Ya'ni YouTube ichidan siz kategoriya qilib bo'lib qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, siz YouTube kanalingiz bor, aytaylik kino haqida joylashtirasiz videolarni. Lekin kinolar sizda har xil kinolar bor-da. Boyvik kino ham qo'yasiz, western, drama, action, thriller, har xil kачестводagi, har xil formatdagi kinolarni qo'yib borasiz. Lekin YouTube'da siz formatga bo'lib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni action deb turib bitta alohida gruppacha ochib qo'yasiz. Action kinolarni hammasini bitta gruppaga yig'ib boradigan bo'lsangiz, agar odam YouTube'da videoyingizni ko'rib qoladi-yu, rektor chiqib qoladi. Bitta videoyingizni ko'rdimi, video tugagandan keyin shu playlist ichida, gruppaning ichida nechta video bo'lsa, masalan 10 ta, 20 ta ketma-ketida shu videolarni chiqarib beraveradi. Mana shu taraflama yaxshi, kelgan aytaylik ko'rayotgan insonni dalsha ushab qolish. YouTube'da ham maqsadi shundan iborat, maksimal tarzda insonni YouTube'da ushab turish. U sizga qarshi hech qachon ishlamaydi. Naborat sizni foydangizga ishlaydi. Hamma yog'i to'g'ri, cho'tka qiladigan bo'lsangiz, YouTube o'zini poddershkasini beradi. Xo'sh, keyin playlistni qanaqa qilib yaratamiz? Qarang, sozdать playlist qilamizda, новый playlist, nomini yozib qo'yaman men. Masalan, YouTube sirlari deb qo'yaman-da. YouTube sirlari. Lekin sizlar do'stlar, realna tarixiy videoni, tarixiy darslikni olsizlar, chunki kanal hammada ham o'chib ketavermaydi. Bu bexosdan bo'lib qoladigan holat. Ana shuni yordamida shu bir qanaqadir sabab bo'lib qoldi. Mana shu challenge ham boshlashgadi. Mana YouTube sirlari degan guruhni tanlab qo'yaman. Faqat sirlarni mana shu razdelga solib boraveraman. So'rayapti mendan, bu videoing sani bolalarnikimi yoki kattaligi mo'ljallanganmi deyapti. Net, это видео не для детей deymiz. Bolalar uchun emas deymiz. Mana bunaqa joyi bor, ko'p odam bilmas ekan shu joyini. YouTube'da siz yosh bolalarning videosini qiladigan bo'lsangiz ham baribir net, ne deb yozish kerak. Chunki monetizatsiya детский kontent bo'lib ketib qolishi mumkin. Brother, stop talking, please, shame on you. Tak, pastroqga tushamiz. Eng qiziq yana bitta joyi do'stlar, qaranglar. Bu tag degani, tag bizda SEO optimizatsiyada yordam beradi. Masalan, siz butilka haqida video olyapsiz-da.
masalan bo'pti suvni aytamizda, palpi degan napitik haqida video olsiz. Endi shu palpini boshqa odamlar ko'rishi uchun siz o'zingiz qo'lingizdan kelgan masalan yordamni qilishingiz kerak, YouTube'ga berishingiz kerak. Ya'ni YouTube o'zidan o'zi bilan rekka chiqarib olmaydi bu narsani agar bu haqida ma'lumot bo'lmasa. Palpi deb joylashtirib olsiz, palpini odamlar qanday qilib YouTube'dan qidira oladi? SEO optimizatsiya qanaqasi ishlaydi? Shuni yozib chiqasiz. Drink palpi, palpi orange, palpi deb ключевой запросlar. Masalan YouTube'ga ko'p odam kino ko'rish uchun kiradida. Kinoni nima deb qidirasizlar? Kino masalan tarjima, kino 2025, boyevik kino deb bu odamzod, ya'ni foydalanadigan ключевой so'zlar. Masalan, meni ham hozir odamlar monetizatsiyaga tez ulanaman deb turib, mana shu videoyimga tushib qolishligi mumkin. Rekomendatsiyada shu odamlarni rekomendatsiyada chiqishi uchun men o'zim sababchi bo'laman. Qanaqasiga? Hamda ключевой so'zlarni o'zim yozib chiqaman. Ya'ni YouTube monetizatsiya, YouTube Shorts, YouTube video, YouTube'ga video taxlash, monetizatsiyani qo'shish, AdSense nastroyka qilib chiqish, YouTube bilan sun'iy intellekt yordamida pul topish, onlayn daromad degan ключевой so'zlarni yozib chiqsam, ana shu toifadagi insonlarni rekomendatsiyasiga chiqarib beradi meni videom. Men auditoriyamni tez topib olaman. Asli o'zi maqsad YouTube'da auditoriyani birinchi topib olish, auditoriyani topib olgandan keyin YouTube sizga undan ham ko'p prosmotr beradi. Chunki o'zi siz haqqingizda ma'lumot yig'ib oldi. Ana shunga oidlanib o'zi shunga qarab turib sizga bo'ldi, auditoriya beraveradi. Auditoriyani dal shu ushlab qolishligini bilish kerak, eng asosiy vazifa. Tak, demak hozir teklarni bu yerga to'ldirib chiqamiz. Tak, teklarni to'ldirishimiz uchun menga GPT ga aytaman. Напиши мне deyman. Напиши мне теги deyman. На 400 символов. Так, символов. Hozir teklar chiqarib beradi. Ikkita qaranglar, elita YouTube kanal yaratish, YouTube kanal ochish, YouTubedan pul ishlash, YouTube monetizatsiya, takroriy so'zlar. Odamzod qanaqasiga qidiradi, xuddi shu gaplar bo'yicha ma'noli qilib terib beradi. Olamiz, bu yerga qo'yib yuboramiz. Ketdi, bizda teklar qo'yildi, 441 ta tek qo'yildi. Pastrog'iga tushamiz. Язык на видео deyapti. Язык на видео degan joyda biz o'zbekskiyni tanlab qo'yamiz. Чтобы O'zbekistonga to'ppa-to'g'ri chiqish uchun, agar Amerikaga chiqmoqchimisiz, siz angliskiyni qo'yasiz. Qaysi davlatga chiqmoqchi bo'lsangiz, shu tilni qo'yasiz. Чтобы YouTube'ga yordam berish kerak, sizni to'g'ridan-to'g'ri siz xohlagan auditoriyaga chiqarishligi uchun. Menda qaranglar, kategoriya bo'limiga kelib to'xtaymiz. Kategoriya bo'limida menda образование kategoriyasi, ya'ni odamlarga bilim, ilm berish yo'nalishlari bo'yicha. Masalan, siz aytaylik, gaming yo'nalishida qo'ymoqchimisiz, demak siz pastda qaraysiz, люди blog, muzika, igri. Mana igriga qo'yib qo'yasiz. Hayvonlar haqida video olmoqchimisiz, животные qo'yib qo'yasiz. Ommaga полностью hammaga to'g'ri keladigan video olmoqchi bo'lsangiz, люди blogi degan kategoriyani qo'yib qo'yamiz. Ketdi, sport, translyatsiya, masalan, transport, film, animatsiya, masalan, men kinoli kanallarimda ko'pincha film animatsiyani qo'yib qo'yaman. Shunday qilib o'zimizni auditoriyamizni to'g'ri topib olishlik uchun. Tak, keyingisi bizda дополнение degan joy bor. Дополнениеga o'tamiz. Tak, bu yerda hech narsaga tegmaymiz. Проверка degan joyda bizda qaranglar, mana videoyimizni tekshiradi. Доступ joyiga kiramizda, пока проверка bo'layotgan uchun biza ограниченный доступ qilib, buni yopib qo'yamiz, сохранить qilib. Bo'ldi, qanchadir vaqt bu turadi. Bu turganicha, masalan, mana xuddi shunaqasiga ограниченный доступ qilib yopib qo'ydim men bu videoyimni. Men buni hozir sizlarga shunaqasiga ko'rsatdim. Buni nima qilaman men? Tak, удалить qilib tashlayman videoni, chunki ana xuddi mana bu holatga hozir yetib keldik. Mana shu videoyimizda ограниченный доступga kecha qo'yib qo'yganman. Kechadan beri turibdi. Endi buni to'ldirib chiqaman. Qanaqasiga? Boyaginday teklarni olib joylashtiramiz. Скорее всего, teklarni ham men o'sha joylashtirib qo'ygan bo'lishim mumkin. Yo'q, joylashtirmagan ekanman. Mana teklarni joylashtirib qo'ydim. Так, 441 ta tek, выбрать язык узбекский. Так, o'zingizlar masalan 1 oy davomida ko'rib borasizlar, kanal qanday rivojlanishini. Hamma narsani ko'rsatib boraveraman, analitikalarni ko'rsataman, keyin prosmotrlar qanaqa yig'ilyapti, auditoriya qanaqa ko'proq ushlab qolish kerak, har birini ko'rib chiqamiz. Tak, bu yerda chotki bo'ldi hammasi. Tak, tegmaymiz boshqa joyiga. Keyin tepa tarafida endi bunga to'g'ri keladigan obloshka yasashim kerak. Buni ham men shablonlarini yasab qo'yganman. Tak, hozir GPT ga kirib davom qilib ko'ramiz bu narsani. Tak.
Elnur aka, shu joyga uzr bitta savolim bor. Mana shu taglar kanalni o'ziga tag qo'shadi-ku, Aha. hashtaglar. O'shani qancha qo'yish kerak? Miqdori bormi? Men Aka, ChatGPTga miqdori o'zi so'ragan. berilgan miqdori bo'ladi. Masalan, 500 ta deydi, 300 ta deydi. 300 ta hammasini to'ldirish shart emas. Ключевой, masalan, aytaylik 100 ta simvollarni qilib qo'ysangiz bo'ladi, bir 10 ta, 15 ta. Ha, boyagi ChatGPT aytdi, ko'p bo'lsa ham bo'lmaydi dedi-da, kam bo'lsa ham To'g'ri. o'rtacha bo'lishi kerak dedi. 15 ta? Da 10-15 ta atrofida, aka. Ko'p bo'lishi ham shart emas, kam bo'lishi ham kerak emas-da. Aha, xo'p, rahmat. Men GPT ga aytaman, biz sen bilan shu rasmni chizuvdik, shuni menga arxivdan qarab ber deyman, chunki kecha men rasmni chizuvdim. Mana shu 50 ta kanal yaratish bo'yicha preview, shuni bazadan qidirib topib ko'ramiz hozir. Hamda istoriyadan topa olmadim. Ого. Башнёвый. Так. Кайф бар. Kutubxonani Kompani bu. Bosh kompani. Aka, ovozingizni o'chirib qo'ya olasizmi, iltimos? Video yuklayotganda Wi-Fi bo'lsa bo'ldi, VPN shartmi aka? Wi-Fi, VPN 100% shart deyolmayman. Lutshi VPN o'rniga anti-detect browser ishlatgan yaxshi, aka. Xo'p. Mana shu rasmni o'ziga hozir o'zgartirish kiritishga harakat qilaman. Ya'ni o'zimni shunaqangi stilda obloshka yasayman. Tak, uning uchun tak Telegramga kirib olamiz. Mana men bu rasmimdan foydalangan holda сделай обложку с моим лицом. С моим лицом Диман на тему 50 kanalov na YouTube. Mani yuzim bilan foydalanganlik holda menga obloshka chiqarib berdim. Hozir GPT rasm qilishi ancha tezlashibdi-da. Oldin вообще sekin qilardi-yu, 2 minut, 3 minut, Oldin 10 chunki minutgacha serverlar kichkina edi, endi ular ham o'zlarining ustidan ishlashadi-yu, serverlarini ko'paytiryapti, serverlarini kattalashtiryapti. Hozir ko'ramiz nima variant chiqarib berar ekan. Men ko'pincha masalan stillarni qayerdan olaman bilasizlarmi? Ya'ni obloshka yasayotgan paytda odamlar qiynalishadi-da. Shuni osonlashtirsa bo'ladi. Qanaqasiga? Masalan, Pinterest degan sayt bor. Pinterestga kirib olaman, o'zimga ideya qidiraman. Masalan, qanaqasiga odamni jalb qilib qolsam bo'ladi degan savolni beraman. O'zimning yo'nalishimga mos masalan. Aytaylik, YouTube'da ham любой yo'nalishga kirgan paytimda jalb qilib qoladigan obloshkalardan foydalanaman. Ashga kirib olaman, bo'ldi, qidiraman. Masalan, nima stilda qilsam ekan obloshkani, mana men bilan ham zo'r obloshkalarda qaranglar. Odamni jalb qilib ushlab qoladigan deychi, chotki hamma yog'ini to'ldirib chiqadigan bo'lsangiz, прям idealniy natija qilsa bo'ladi. Mana shundan qarab o'tiraman obloshkalarni. Olaman, GPT ga tashiyman, promptini chiqarib olaman, o'zim rasmimni qo'yaman, все tayyor. Mana masalan, menga ham zo'r chiqibdi. Biram sizlarga sekret do'stlar, чтобы o'zingizlar ilhomlanish uchun joyda bu. Pinterest degan sayt. Ya'ni nimadir ideya kelmayapti, nimadir o'xshamayotgan bo'lsa, mana shu saytga kirasiz, odamzod qilayotgan ishlarni qarab, shundan ilhomlanib, shuni asosida nimadir yaratsa bo'ladi. Tak, hozir demak yana bitta stilni qarab ko'ramiz o'zimizga. Mana men bu stilim lekin yaxshi ekan. Сохранить картинку qilib olamiz. Рабочий stolga, kompyuter.
Так, рабочий стол, сохранить. И GPT-ga kiramiz deb mana shu rasmimizni chiqaramiz hozir. Ha, do'stlar. 50 каналов на YouTube. 50 каналов это только начало, цель 50 каналов, идея, контент, одна цель, zo'r endi faqat menga o'zbekchaga перевод qilib bergan. Давай на узбекском языке и кепку замени Диман на шляпу. Ana isqvor odam ismi nima edi? Sherlock Holmes edi. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes obrazini qilib berdim, ya'ni mana shlapachamni almashtirib. Hozir menga birga bir mamani ko'chirib berdi. Mamanga o'xshatib, prям pozalarni shunga o'xshatib. Lekin zo'r chiqaribdi. Prям odamni jalb qilib qola oladigan obloshkada. Savol berib tursanglar bo'ladi paka ungacha. Ertaga ham chat bo'ladimi yoki? Okey, qo'ldan kelgancha men harakat qilib turaman tez-tez darsliklar qilishga, chunki oson emas. Nimadir ma'lumotni shuncha istaylik odamlarga yetkazib berishlikdi. Chunki kunduzi ham ishlar bor, kechasi ishlardan vaqt orttirib qilish kerak bo'ladi. Mana qaranglar, yoshi yorib yoribdi. Lekin kallam katta bo'lib ketibdi-da. Badanimga nisbatan. Lekin вообще zo'r, intizom, sabr, natija orqasidagi yozuvlarni qaranglar, yorib yorgan. Maqsad 50 kanal yaratish, millionlab obunachi, moliyaviy erkinlik, o'z tajribam bilan bo'lishish, boshqalarga yordam, reja, g'oya, kontent, sifat, optimizatsiya, monetizatsiya. Shunaqangi ideal tarzda yasayapti hozir GPT, lekin qarang. Kitoblarni qaranglar qo'yib qo'yganligini, YouTube strategiya, kontent reja, branding, monetizatsiya. Zo'r. Endi faqat boshimni sal kichkinaroq qilib berish kerak ekan. Тело не подходит под голову, dedim, сделай размеры пропорционально. Ya'ni boshim kattalashib ketgan, badanimni boshimga moslashtirib ber dedim. Qalay chiqibdi? Da. Prямой эфирda darsda. Zo'r. Ana bu zo'r chiqqan, xo'sh. Qoshmi? Xo'sh, ideal chiqqan. Shunaqa rasmiy. Mana qara. Bu xuddi rasmiy yuzingizni olib primoy qo'yganda. Manbami? Ha, u o'rtacha bu sal o'zgarish bor. Yo'q, hozir buni yana o'zgartirib olamiz. Nimasiga? Badanim kichkina bo'lib qopti-da, boshimga qaraganda. Boshga nisbatan asosiy fokus pastga tushib ketib qopti, unaqasiga. Asosiy fokus boshga berilgan. Bu mana kitobni qarasan, kunlik reja, ideyalar. Yo'q, kitob emas bu, kundalik. Kundalikka qarang. Va siz yorib davomida GPT ishlashini qarang, YouTube strategiya, kontent reja, branding, monetizatsiya. G'oya, kontent, sifat, optimizatsiya, monetizatsiya, intizom, sabr, natija. Asosiy YouTube'da kerakli narsa shu-ku. Da. Mana bu qara, yelka kichkina bo'lib qo'ygan-a. Endi yozamizda, сделай плечи пошире и руки на столе deyman. Mana bunaqasiga o'tirsin deyapman-da. Chunki mana bunaqa qo'rqoq odamlar o'tiradi-da, pastga bekinibchi. Shrek o'zi, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes qayerda o'sma? Shrek o'zingizda pastda. Сделай плечи пошире deyapman. Shrek. Pashire-da, pashirak bo'lib qopti-da. Pashire degan kengroq degani ruschasiga. Tushunib oladi. GPT aqlli. GPT o'zbek ishlaydim deyman-da shu GPT. Ha, o'zbek o'tiribdi orqasida sira tushunyapti. Qara, qiynalmaysan hamda. Men rasmni jo'natdim. Mana shu rasmni meni yuzim bilan qilib berdi dedim-da mana. Ha, qosh xuddi shu. Olgan просто men yo'q, moslashtirib nimani? Kiyimlarni ham birga bir chiqarganda. Bu chapkani qara. Так. Так, еще лучше вариант. Еще лучше
Variant и поменьше резкости. Anu bijir ko'payib ketgani mana bu shumli. Qarang, mana bu bijirlar ko'pdi ekranda ham. Mana bu videolarda bijir kamroqda. Ko'rsan? Mana bunda ko'proq bijir. Birinchi chiqaringiz yana bitta. Bitta buton. Ana shu zo'r chiqdi. Shu yelkani hisob bo'lmasa, va kameralar qara, Zenit. Eski kamera. Bizda bitta bor, ha. Qani berib turgan? Sokol ekan. Mana bunaqasiga tishib qo'yamizda, qilib qo'yamiz. Bizda har xil kolleksiyasi bor, YouTube akademiyasida kelaverasizlar. Tak, hozir nima variant chiqarar ekan ko'ramiz. Agar bu variantni ham hozir yoqmaydigan bo'lsa, bizda bitta variant bor. Mana bu. Bitta variant bor. Undan keyin Shapkani hisob bo'lmasa zo'r chiqadi lekin. Shapka spetsialniyda. Sherlik Holmes shapkasi-ku bu. Sherlik Holmes bilmaysanmi? Bilaman. Xuddi shuni shapkachasi. Adak zo'ri. Yaxshi. Gavda hammasi eskicha, shu Mac yangida. Сделай ноутбук старым. Hozir buni olamiz. Lekin yana bitta rasm saqlanib qo'ydim men, bitta stil uchun. Антон добавит fayldan hozir рабочий стол. Так, qaysi stil edi u? Mana stilni topdim. Сделай теперь в таком стиле с моим лицом. Hozir mana chiqqanidan keyin buni jo'natamiz. Faqat savollarni berib tursanglar ham bo'ladi. Ora-orasida javob berib turaman. Endi men Nima deysiz? bo'ldi. Malol savol beringlar, men bo'ldi. Aha. Assalomu alaykum, Elnur aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum va alaykum assalom. Elnur aka, shu bitta savolim bor edi. Shu BMG Drive yo'nalishi bo'yicha oldin ham kontent qilib ishlaganman, shu hozir BMG Drive'ning 0.34-versiyasini topolmayapman aka. Shuni Google'dan anaqa faylini bormi-ku, shu qidirib anaqa bersangiz bo'laveradimi? BMG Drive. Aha. BMG Drive fayli qaysi fayli? Hozir men o'zim Google'dan hisob ko'rgandim. Igruja и Pioneer fayllar chiqyapti. Menga shu oddiy o'ziniki kerak rasmiysi. Nimasi kerak edi deysiz? Hali rasmiy o'zini versiyasi bo'ladi-yu. Aka, ozgina savolingizni tushunmadim yoki men BMG Drive yo'nalishi dedingiz. BMG Drive yo'nalishida nima kerak deydi? Shu aniq narsasini ayting, mana bu narsa kerak deb. Voy, kim ovozli, g'alati ovozli chiqib ketib qoldi. Aytavering aka, savolingizni. Shu zip faylimi bormidi demoqchi edim aka sizga. Zip fayli bizda sotuvda bor. Zip fayli, ya'ni modlarni aytyapsiz-da. Ishlatiladigan. Bizda qancha bo'ladi? Men narxini bilmayman, to'g'risi, chunki bizda ekspert bor, aynan shu yo'nalishda o'zi ishlaydigan. Men bog'lab berishim mumkin. Tushuntira oldimmi? Rahmat. Rahmat. Silkangizga yozib qo'ydim, lichkangizga shu odamni nomerini bera olasiz? Xo'p, bo'ladi. Ilnur aka, Astomer yo'nalishi bo'yicha boya ko'rsatdingiz kanal. Aha. Kanal sotib olish. O'sha oldin ochilgan kanal sotib olgan yaxshimi yoki yangi ochib boshlagan ma'qulmi? Nima deysiz? Okey, ikkita yo'l ham to'g'ri. Prosta YouTube'da okey bitta kanal ochib olib yuziga qarab o'tiravermaysizda, qachon rezultatga chiqar ekan debdi. Tushunasizmi? 3-4 ta kanal ochib olasizda, ketma-ket bilan qilib ketaverasiz.
Bittasi masalan bir haftada chiqadi, bittasi 2 oydan keyin chiqadi, bittasi tam yarim yildan keyin monetizatsiyaga chiqadi-da. Boshlovrini yangi ochganim ma'qul menimcha. Okay, farqi yo'q. Yangi kanalga ham trafik beryapti, eski kanalga ham trafik beryapti-da. Tushunarli. Rahmat. Так, demak, obloshkamizni qo'yib oldik. Hozirgi chiqargan obloshkamiz. Скорее всего, formati так, to'g'ri ketdimi ekan? Так, mana bitta saqlanib qilamiz. Ограниченный доступda hali ham turibdi. Любой harakat, любой mana bitta to'g'rilash oldin ограниченный доступga qo'yib keyin qilamiz do'stlar. Videoni joylashtirayotgan paytda nimaga ограниченный доступga boya qo'yib qo'ydim? Ko'p odam videoni joylab qo'yadi, keyin yana qaytadan kirib, to'g'rilab nimadir harakat qilib chiqadi. Yo'q, bittada to'g'rilab olib, keyin ограниченный доступdan ochamiz. Prям eng to'g'ri yo'li. Hozir pastroqda bu kanal yosh bolalar emas degan nima bitishga qo'yib ketildi-ku. Aha. O'shani tagida bu kanal 18 yoshdan tepaga ham tavsiya qiladi va pastda 18 yoshdan kichiklarga ham tavsiya qiladi degan noti bor. Aha. O'shani qaysi birini qo'llagan ma'qul? Okay, uni vashi tegmasangiz ham bo'ladi. Kontentingiz o'zi yosh auditoriya ko'rishni boshlagandan keyin YouTube o'zi avtomatizatsiya qilib oladi uni qaysi yoshga chiqarishni. Chunki u narsani bilib bo'lmaydi, chunki yoshlar ota-onasining telefonidan o'tirgan bo'lishi mumkin-da. Tushunasizmi? Uni kontrol qila olmaysiz. Biz kichikka ham nima qilib qo'yganmizda, uning ta'siri yo'qmikan? Yo'q, hech qanaqa ta'siri yo'q uni, okay? Bo'ldi, rahmat. Формат сделай, Диман. 9 на 16. 16 на 9. 16 на 9, Диман. 16 ga 9 qilib berdim. Chunki razmeri ozgina tushmay qolibdi YouTube'da. Telegramda username'imiz yo'q ekan, username qo'yib yuboring. Zo'r variant chiqibdi. Tak, buni saqlab olamiz. Загрузкаga saqlab qo'yaveraman. YouTube'ga kirib olaman. Tak. Tepaga chiqib, mana buni изменить qilamiz. Так, загрузки и mana. Выбрать. Все, to'g'ri keldi. Сохранить. Mana endi сохранитdan keyin videomizni ochamiz endi. Hamga o'taman, nazad. 10 bo'pti soat. Hech narsa qilmaydi, ochib o'ramiz. Открытый достуp. Все, videomiz chiqdi. 50 ta YouTube kanal ochsam qancha pul to'lay topaman. 24 aprel 2026 yili qo'yildi. Hali 0 prosmotr do'stlar. Ko'zinglarni oldinglarda qo'ydik. Va endi keyingi darslikda xudo xolasa mana shu videolarni analizini qilib chiqamiz. Ya'ni qancha prosmotr yig'di, prosmotrlar qayerdan kelyapti, prosmotrlarni qanday ko'paytirsa bo'ladi, axvat, pakaz, udержание bilan qanday ishlash kerak. Juda ko'p narsalar bor. Bu yerda понятиялari har biriga rioya qilmasangiz, prosmotr havodan kelib qolmaydi sizlarga. Tabdavlini qilib ko'ramiz. Hali pakaz berishni boshlamabdimi ekan? Tak, yo'q, hali boshlamagan. Kechirasiz. Keyingi dars qachon bo'ladi? Xudo xolasa o'zim aytaman, bo'ladigan paytda oldindan, masalan 2 kun 3 kun oldin aytib qo'yaman-da, shu kuni masalan darslik bo'ladi deb.
Tak, endi buni skopировать qilib yuboramiz и Telegram kanalimizga qo'yib qo'yamiz, chunki Telegram kanalda foydali ma'lumotlar olish uchun odamlar. Endi maqsad qolman hozir bir oyga yetkazmasdan shu kanalni monetizatsiyaga chiqarish. Monetizatsiyaga chiqarib shundan daromad topish, shu holatgacha har bir qadamni sizlarga ko'rsatish. Masalan, hozir mana bitta endi YouTube ga ham личные группы, так, YouTube Академия deymiz. Hozir bugungi darsligimiz ham joylashtiriladi, xuddi shunaqasiga YouTube ga. YouTube Akademiya va botga ham joylab qo'yamiz. Odamlarga foydali bo'ladi. Shu do'stlar, bugungi darsligimiz shundan iborat edi. Kirgan hammaga rahmat deb qolaman. Keyingi darsda ko'rishguncha sog'lik, salomatlik tilab qolaman va yana ham ko'p ma'lumotlarni sizlarga yetkazib turishga harakat qilaman. Har kuni demayman, vaziyatga qarab va bo'sh vaqtga qarab. Iltimos bor edi. Aha. Shu gaming yo'nalishi o'sha montajini tezroq videosini nima qanaqadir o'sha kanalga joylab bersangizmi yoki onlayn darsdagi kanalga joylab bersangiz ham mayli edi. Xudo xolasa men shuni ustidan ishlayman, gaming bo'yicha, montaj bo'yicha. Chunki bizda muammolar bor-da, o'sha yurmayotgan prosmotrlar 0. Aha. Shunga. Xudo xolasa darsni qilib tashlab beramiz. Tak, challenge bo'yicha kimga yopiq gruppaga kirish qiziq bo'lsa, men kanalda yozib qoldirib ketaman. Bemalol menejerlarga murojaat qilib, yopiq gruppada bundan ham ko'proq ma'lumotlarni olib o'tirsanglar bo'ladi. Hammaga sog'lik tilab qolaman. Challenge gruppaga alohida to'lov qilinadimi yo biz onlaynda o'qiyotganlar ham mumkinmi kirish? Yo'q, u yopiq gruppa, okey, alohida gruppa u. Bitta o'zim borman u gruppada, kuratorlar ham yo'q, hech kim yo'q. Bizda 10 kishi bor. Shu 10 kishi bilan hozir alohida shu challenge rivojlantiramiz. Aslida men bitta hozir olaylarda ham u kishilar bor. 59 ta 60 ta odam bizani ko'rib o'tirgan ekan. Asli o'zi bugun 10 ta odamga dars bo'lish kerak edi, chunki 2 kun, 3 kundan beri shu 10 ta odam bilan ishlab kelyapmiz. Bugun ommaga ham chiqish bilan bo'ldi. Qolganlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, tam bepul darsdan qolib ketmasin deb. Asli o'zi ko'pincha darslar bizda yopiq gruppamizda bo'lib o'tadi. Har kuni bo'ladi, Elnur aka, unda. Har kuni bo'ladi deb men обещание berib tashamayman. Qo'limdan kelgancha hozir endi mana shu 3-4 kundan beri har kuni darslik qilyapmiz. Xudo xolasa bo'sh vaqt ajratib, kechga o'tirib 8-9 da boshlab, shunaqa paytgacha tam men ham darslikdan tugatib, sekin-keyin uyga boraman. Nima deysiz? Elnur aka. Menda savol bor edi. Summasi 2,5 million u yopiq gruppaniki, okey, mana shu challenge-ga qo'lni ketma-ketligi ko'rsatibdi. İşte bu o'zim nima qilayotgan ishlarim har birindi. Rahmat. Aka. Horror story yo'nalishim bor-ku. Kanalim. Oldigani ikkinchi kanalimni ochmoqchiman. Nima deysiz? Kino yo'nalishida ochsam bo'ladimi yoki tarix yo'nalishida, masalan? Tarix. Nima deysiz? Tarix yaxshimi? Tarixda. Men Filmaya degan bitta YouTube'da kanal bor-ku. Aha. O'shani bitta qidiruvga bering-da. Bir hafta oldin qo'ygan video Filmaya. Menga silkasini tashlab yuborasizmi? Aha. Bir haftada necha million prosmotr olgan, normal andaqa ekan, 26 minutlik. Qarang, previewda вообще anonda qilyapti-da, qiziqtiryapti-da, lekin video unchalik anonda emas. Faqat bu yoqda video ovoz ketadi. Azvochka ketadi. Ko'p gap previewda. Ilnur aka, keyin men bu tarix yo'nalishi bo'yicha. Nima yo'nalish bo'yicha? Tarix yo'nalishi bo'yicha men bu video qilishda qaysi sun'iy intellekt yaxshiroq?
Bilmaysizmi? Eng zo'r suvchiliklardan biri bu vidraj deydigan u yopiq suvchilik, ko'p odam kirolmaydi u joyga. O'tga ssenariysini bersangiz, polni sizga o'zi terib beradi videoni tahlil. Tushunasizmi? Mana masalan mana bu qarang, kanalga 6 tagina video qo'yilgan. Kanal yaqinda ochilgan. 16-fevral, 1,5 oy oldin ochilgan. Kanal уже salkam $10,000 topadi oyiga. 1,5 oy oldin ochilgan kanal. Prosmotrlarni qaranglar, 3 soat oldin qo'yilgan, mana bu prosmotr yig'ishni boshlayapti. 3 hafta oldin 46,000 ta, 1 oy oldin 2,800,000 ta. O'sha motion tortib ketgan bu tarix bo'yicha. For millennia, the greatest empires in the world made the exact same bo'ladi. Okay, buni nima qilsa bo'ladi? O'rgansa. Siz darsingizda bormidingiz? Da, onlayn darsda. Bor o'sha yerda tarix yo'nalishi, okay, AI darslarning orasida. Haligi nariga ham bormi? Hali birinchi hali bitta bola ular. Bor. Mana shu darsdan ko'rib ularni o'rganamiz ham. Darsdan ko'rib o'rganib. Mana masalan qaranglar, analitika bo'yicha ham bitta kurs beryapti-da. VidIQ. Video endi qo'yilgan paytida 4 soatdan keyin qaranglar qancha prosmotr yiqqan. 4 soatda 5 soatda 17 tagina prosmotr yig'yapti-da, 5 soatda. Undan keyin 14 soatdan keyin 26 tagina prosmotr yig'yapti. Ketdi keyin 20 soat, 1 kundan keyin bor yo'q 30 tagina prosmotr bo'lganda, kunlar davomida o'sgan qaranglar. 2 kundan keyin 205 ta prosmotr, 3 kundan keyin 491 ta, bu yoqda birdaniga 4-kuni 12,000 taga otib tashlagan, 5-kuni 93,000, ketdi 200,000, 7 kunda 500,000 ta prosmotr bo'lyapti. 1 oyda qaranglar. Bugun 28-kuni ekan qo'yilganiga 2,279,000 ta prosmotr. Zo'r rezultat. Yorug'layishim. Assalomu alaykum. Elnur aka, iloji bo'lsa shu kanal silkasini qo'ya olasizmi gruppaga? Hozir 1 minut do'stlar. Teparoqda screenshot ham bordi Hammaga rahmat. Keyingi darsligimizni qachon bo'lishini hozir menda chaqirishyapti. Zapisimizni to'xtatamiz. Sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. Tinchlik, xotirjamlik. Bu zapisni Mingmor uzr bir kishi Omiroz iltimos qilib so'rayapti, biz akkauntimizdan so'rayapti. Mustafa degan bola qanday qilib savoli bor ekan. Mana qo'l ko'tarib bitti. Mustafa degan bolani savoli bor ekan, bizga yozyapti. Mikrofoni o'chib qolibdi ekan. Da Mustafa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qarang, mana kabi preview qildingiz, mana shu ChatGPT'ligi ham bilinmayapti-da, boshqadan. Потому что ChatGPT bitta stilda qiladi mana shu. Shu hech narsa muammo qilmaydimi? Yo'q. Просто o'zim ham qilaman, mana shu stilni chiqarib beradi-da. Yo'q, hech narsa muammo qilmaydi. Men bitta GPT'da qilmayman. Men qiladigan usullarim ko'p. Masalan, bu GPT'ning stili bo'lsa, men ko'pincha nimani ishlataman? Tak, Midjourney ishlataman. Midjourney stili menga aslida ko'proq yoqadi. Bu yerda живой stil. Buni qaranglar, полностью. Tak. Ana men bu обложкамni ham shu yerda yasadim. Buni stili такой кинематографичный стиль. И картинкасы гладкий. Такой текстурасы. Midjourney ham ko'kani ishlataman ko'p. Mana Midjourney siz kачествосini qarang, реально rasmga o'xshaydi. Ko'rgan odam original deb o'ylaydi. Oyiga qancha to'lash kerak bunga? Har xil $10 bor, $30 bor. Mana bu Cloud Code
Cloud Code deyishyapti. Cloud Code'ni olish yaxshimi yo yaxshi emasmi Cloud Code? Men o'zim ishlatmayman uni. Men o'zim ishlatadigan shu 4 ta AI bor. Bu sakiravermayman-da, men bitta AIdan ikkinchi AIga bunaqasi chunki o'rganish ham kerak. Lekin birinchisi vaqt yo'qotasiz. Sakrab yuraveribdi. Ishlaydigan odam AIni chiqarib oladi. Bu yerda главный prompt engineering, promptni to'g'ri yozishni bilishlik. Promptni zo'r yozishni bilsangiz, любой narsa chiqarsa bo'ladi. Любой AI bilanda. Mana 2 oy ikkita YouTube kanal ochdim, bitta Gmail ochdim. Kechasi soat примерно 10 da ochdim, 10:30 ga so'zlab bo'ldim. O'sha soat 3:00 ga video qo'ysam uchib ketyapti-da. O'sha kun sozlangan Gmail ertasi kuni qo'ysam sal pastroq axbat ko'rsatyapti. Shu yo'nalish. Undan zavist emas, soat nechida ochilganligi, qachon ochilganligi. Nikak zavist emas, u oddiy afsona gaplardi odamlarning orasidagi. YouTube ham jinni emas, u soat 3 da ochmasang akkauntingni rekka chiqarmayman deydigan, u haqiqatga to'g'ri kelmaydigan gaplardi. Aman kачествосini Yo, videoni o'zi soat 3 ga qo'yib qo'yaman. Qo'yilsin открытый достуp, потому что 3:00 da ChatGPT ham hamma sun'iy intellekt aytyapti. Mana shu vaqt Amerika ko'proq ko'radi deyapti. Amerikada bitta shtat emas, Amerikada juda ko'p shtat bor. Shundan masalan New Yorkda 5 bo'lgan soat. O'sha vaqt o'zida 6-7 soatlik farqlar bor-da, shundan u yo'nalishga qarab, segmentatsiya auditoriyaga qarab, hamma yo'nalish shu paytda qo'yaverar ekan degan narsa yo'q-da. O'rganish kerak. Keyin o'zim bitta ASMR yo'nalish qilaman. Bu 1 haftami, 2 hafta qo'ydim, o'sha tеневой banga tushib qoldi. Nimaga? Nimaga deysizmi? Nima yo'nalishida o'zi? ASMR. Sun'iy intellektlari. Xohlasangiz gruppaga tashlab beraman. Gruppaga tashlayman, obzor qilib keyin video qilib beraman unga. Shu do'stlar, men chiqdim. Tak, vaqtimiz tugadi. Ikkinchi ishimga o'tay. Tashlab qo'ying, iltimos, aka, gruppa. Tashlab qo'yaman.